bemorlarimiz Xorazm viloyati Xiva tumanidan kelishgan. Birinchi bemorimiz ancha yildan beri, 3 yildan beri nafas olishga qiynalganlar. Ko'rganimizda vazomotor rinit tashxis qo'yilgan. Juda ham chig'anoqlari kattalashib ketgan edi va ularga demak turbinoplastika operatsiyasini o'tkazganmiz. Mana hozir natijasini ko'rsak bo'ladi. Demak, burun yo'llari ajoyib ochilgan, nafas yo'llari ochildi. Hozir o'zlaridan bir fikrlarni eshitamiz. Ikkinchi bemorimizda esa o'ng tomonlama otoskleroz tashxisini qo'yib, bir hafta oldin stapedoplastika operatsiyasini bajarganmiz. Ularda demak eshish pastligiga shikoyat bo'lgan hamda quloqlardagi shovqinga. Ularda ham demak tamponlab tashladik. Eshishlari ochildi, shovqinlari ham ancha kamaydi hozir o'zida. Hozir ulardan ham demak fikrlarni eshitamiz. 3 yildan beri nafas olishga qiynalardim. Endi bu yo'lga kelganimdan so'ng bir hafta oldin operatsiya qilishdi va endi ancha yaxshi, nafas olishlarim ham hammasi yaxshi. Rahmat Askar aka. 1 yildan mana quloq shovqini bo'yicha shikoyat bor edi. Xorazmda davolandim. Foyda etmadi. Keyin Toshkent viloyatiga keldim. Instagramdan sahifalaringizni ko'rib, ham Xorazmdan doktorlar tavsiya etgani uchun keldim. Operatsiya bo'ldi. Operatsiyadan keyin hech qanaqa og'riq sezmadim. Hozir yaxshi. Rahmat. Hozir eshitishim tiklandi, shovqini ham pasaydi.